Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun seshanba kuni chiqadigan avtobusimiz ko'rishingiz mumkin. Toshkent Moskva kassasi. Qo'yliq vodiy pitagida joylashganmiz. Avtobuslar komfort, hammasi yangi avtobuslar. Kecha dushanba kunda UzAvtotrans O'zbekiston nomerli avtobusimiz chiqqandi. Bugun seshanbaga rossiyskiy nomerli avtobusimiz. Avtobuslar ikkosi ham bir xil. O'zbekiston nomeri ham, rossiyskiy nomer ham. Hammasi yangi Yuton avtobuslari. Juda ham komfort, ko'rishingiz mumkin. Ikkitadan monitor, video kamera nazorat ostida bo'lasizlar. Har bir sidenaning ustida zaryadli ustroysalar bor, ikkitadan ko'rishingiz mumkin. Faqat shu reysi belgilangan dushanba, payshanba O'zbekiston nomer UzAvtotrans avtobuslar chiqadi. Seshanba, juma kunlari rossiyskiy nomerli avtobus. Mana bu bugun rossiyskiy nomerli avtobusimiz. Avtobuslar farqi yo'q, ikkosi ham Yuton yangi avtobuslar. Faqat shu O'zbekistondan avtobuslar Rossiyaga borganda, Rossiya tomonidan ham qo'yilgan, O'zbekistonga kirib olib chiqib ketadi. Bir xil. Ikkosida ham validlar o'zbek, bemalol kelib ketishingiz mumkin. Adres har doimgidek Qo'yliq vodiy pitagi. Telefon nomerlarimiz 94li 300 7401, 98li 300 7401, 90li 27401. Rossiya nomerlarimiz 8981 300 7401, 8982 300 7401. Sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol telefon qilib, telefon nomerlarimizda Telegram, WhatsApplar mavjud. O'zingizlarga javob olishingiz mumkin. Safaringiz bexatar bo'lsin.